Hozir jarima to'pi belgilandi. Kamoliddinning oyog'iga tepishdi. Shuning uchun jonli devor hosil qilishdi bu darvozaga. Hozir Kamoliddinning o'zi tepishga tayyorlanyapti. Tepishga ruxsat. Gol. Stenkani ichidan o'tib ketib gol bo'ldi. Hisob 1-0. Tezda olib kelinglar maydonga, markazga olib kelinglar to'pni. Tez maydonga olib kelinglar. Tez. Markazga olib kelinglar, yuguringlar. Vaqt ketmasin. Vaqt yo'qotmanglar. Tezroq, tezroq. Qobiljon, tezroq. Qo'ydik markazga. Qaranglar. Komanda berildi. Boshla deyildi. Kamoliddin hujumga o'tib boryapti. Ahrorbek olib qo'ydi to'pni Kamoliddinni. Murod oldinga tepdi. Qobiljon to'p bilan. Out, outdan tashla. Tay, Muhammad. Olib kel bu yoqqa. Olib kel to'pni. Muhammad tur darvozangga. Qo'y, penalti. Qo'lqopini ber. Tez kel bu yoqqa, bo'l. Qo'y, penaltiga qo'y. Qaqa olib ketding. Qaranglar. Hozir Muhammad eshitinglar. O'yin paytida darvozabon Muhammad bilan sen isming nima bu yoqqa kel? Ikkalangim bu yoqqa kel. Bu yoqqa kel. Bu tarafga o't. Bu tarafga o't. Yonma-yon tur. Muhammad sen isming nima? Ismim Yusufxon. Kim? Yusufxon. Yusufxon. Eshitinglar. Yusufxon, Muhammad, sizlar ko'chani o'yinini o'ynamayapsizlar, o'zaro o'ynamayapsizlar. Biz FIFA qoidalari bo'yicha o'ynayapmiz. Hozir sizlar nima qildilaring? O'zlaringcha meni ogohlantirmasdan o'yinda darvozani almashib oldilaringiz. Sen hujumda o'ynayotganding. Bu darvozabondir Muhammad. Shuning uchun senga sariq kartochka, Muhammad senga ham sariq kartochka va penalti tepiladi. Darvozada o'zing turasan Muhammad. Qoidani buzganing uchun. 2 marta tepiladimi? Tayyorlandik. Tayyorlandik. Gol bo'lmadi. Yaxshi. Tez olib kelinglar to'pni. Qaysi o'yin bo'lmaydi? Keldik, markazga keldik. Tez. So'z gol bo'lmadi. Gol bo'lmadi. Ya, gol bo'lmadi aytganday. To'g'ri. O'sha yoqdan tashlab ber. 8 sekund vaqting bor. 1 2 3 O'yin davom etyapti. Gol. Uzoq masofadan Suhrobmi isming? Suhrob gol urdi. 2-0 ha? 2-0. 2-0. Olib ket tezroq, markazdan boshla. Hisob 2-0. Olib kelinglar. Boshladik. Murod bemaqsad to'pni tepib yubordi. Outga chiqib ketdi. Outdan Humoyun tashlab berdi. Shukurjon nimaga pas berdi.
Kamoliddin qaytarib uzatdi, lekin Qobuljonlar to'pni olib qo'ydi. Nima qaytardi to'pni? Azizbek to'p bilan Humoyun to'p bilan Qobuljon olib qo'ydi to'pni. Qobuljondan Shukurjon olib qo'ydi. To'p Azizbekka bordi. Darvozaga yaqinlashib boryapti. To'pni tepdi, himoyachilar qo'ymayapti. To'p Kamoliddinda. Murod olib qo'ydi. Zarba berildi. Muhammad juda chiroyli tarzda otilib to'pni ushlab qoldi. Muhammad juda yaxshi. Yaxshi, zo'r ishlading to'pni. Havolatib to'p tepildi. Murod qaytardi. Outdan tasha. 5 sekund. 5 sekundda tashashing kerak outdan. Islom bilan Ismoil olishyapti to'pga. Darvozabon to'pni oldi. To'p outga chiqib ketdi.